umri davomida jamiyatda ijtimoiy foydali faoliyat bilan shug'ullanar ekan, bu jarayonda uning shaxsiy manfaatlari bilan xalq manfaatlari to'qnash kelishi tabiiy holdir. Bunday vaziyatda millat kelajagini, davlat va jamiyat manfaatini o'zining nafsidan, mol dunyoga bo'lgan hirslaridan ustun qo'ymay turib, yurt kelajagi uchun hissa qo'shib bo'lmaydi. Buning uchun insonda yuksak ma'naviyat shakllangan bo'lishi kerak. Ammo insonning yurt kelajagiga hissa qo'shishdek oliy maqsadga erishish yo'lidagi intilishlariga to'siq bo'luvchi bir illat borki, u korrupsiya deb ataladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasiga ko'ra, pora berish, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsiga mazkur mansabdor shaxsning o'z xizmat mavqeidan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni pora bergan shaxsning manfaatlarini qo'llab bajarishiga yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib, bevosita yoki vositachi orqali moddiy qimmatliklar berish yoki uni mulkiy manfaatdor etish, ba'zan hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.